Endi hamma qon bosimini o'y sharoitda o'lchay oladi. Bugun men sizlarga qon bosimi qanday to'g'ri o'lchanishini ko'rsatib beraman. Avvalambor bemorimizni qulay holatga o'tkazib olamiz. So'ngra bemorimiz qo'llariga manjetkani taqib olamiz. Tirsak bug'umidan yuqoriroq va ikkita bug'um sig'ayotgan holatda. Sfenomanometrda o'zimizga qulay joy holatga qo'yib olamiz va panendoskop quloqlarimizga taqib, eshitish moslamasini tirsak bug'umiga qo'yib mahkam qisib ushlaymiz. Balonchigimizdan havo haydashni boshlaymiz va balonchigida qaytarganimizdan so'ng birinchi yuragi duk etgan seferni eslab qolamiz, ya'ni u sistolik bosim deyiladi. Bizda 110 ga duk etdi va oxirgi seferni eslab qolamiz, u 70 ko'ryapti. 110 ga 70. Qon bosimini o'lchagan vaqtida bemorimiz charchamagan, asabiylashmagan, tamaki mahsulot chekmagan, spirtnoy ichim ichmagan va ruhan ezilmagan bo'lishi kerak bo'ladi. Endi siz ham o'y sharoitida bemalol arterial bosimni o'lchashingiz mumkin. Obuna bo'lishni unutmang.